Qizlarjonlar, yaxshimisizlar, tuzingmisizlar? Mendan endi уже arzonyapti, video qo'ysangiz ham yozishadi-da, boshlandi endi. Palazingiz quridimi? Ho'l bo'lib qoldi, sasib qoldi. U bu. Mana men bir restoran ishlataman, Faberlichga. O'rtog'im bir tavsiya qiluvdi, shu olib ishlataman. Har safar olaman, bu nechinchisi, chunki har 2-3 oyda, 3-4 oyda palazinni yuvaman. Qizlarjonlar, bunda tog'orachaga yoki chelakga solib yaxshilab ko'pirtirasizlar. Cho'tka bilan ham ko'pirtirsanglar bo'ladi, qo'linglar bilan ham. Ko'pigida yuvsanglar oqaradi. Suvni o'zini qilmanglar. Suvda endi juda ham ho'l bo'lib ketadi. Endi to'g'ri, men ham suvdan ozgina nima qilib yuvdim, ishqalab tashladim. Suv ham kerak bo'ladi. Ko'pigida asosan yuvdim. Shunaqa. Mana qizlarjonlar, palazinni ko'rvasizlar, bugun yuvganim bu. Kecha yuvganim u edi. Rosa ham ochilgan. Endi bolalarim ovqat to'kadi, boshqa bo'ladi. Mana top-toza bo'lgan. Nar yog'i endi bosildi. Mana bunaqa tikka bo'lib chiquvdi, lekin u yog'i ham. Bugun buni tozaladim. Endi hozir sal qurisa pilisos qo'raman. Mana bugun azilit bilan hamma yo'llarni yuvib, vitichkalarni, kafelarni yuvib, tayyorgarlik ko'ryapman. Chunki bu yoqqa katta archamiz kiradi. Narijat qilamiz oshxonalarni, archalarni. Shuning uchun oshxonamni shunga tayyorlayapman. Oshxonam katta bo'lgani uchun oshxonada o'tiramiz biz.